Salom do'stlar, sizlarga Xurshid Game va negadir anaqa xabar kelishicha menga anaqa terminatorlar hujum qiladi. Nima do'stlar, ishonmayman. Terminatorlar nega ishtirga tegmayapti? Negadir yaxshi terminatorlar bo'lsa kerak. Ursam indamasa kerak do'stlar. Tegmayapti. Menimcha bular tunda yaxshi bo'lsa kerak. Lekin men bular yovuz deyishgan. Chutdan negadir g'alatoy. Bular negadir hujum qilmayapti. Do'stlar, mana kompyuterim ham bor. Mana bu mening yangi kiyimim. Lekin terminatorlar hujum qiladi deganda narsam yo'q. Unaqa narsa qilmagan men. Negadir bular g'alati. Do'stlar, tongda yana videoni boshlayman. Xayrli tong hammaga do'stlar. Men bular hali ham negadir turibdi. Negadir men bular hali ham nima turibdi. Chaqali. Kunduz negadir tegmayapti. Bularda bir balasi bor. Ferman vaqt tashlading. Bularning bir balasi bor do'stlar. Negadir bular ursam, yasharsa, tegsam, ular hech qanaqa ko'rsatmayapti tajovuzkorlik. Demak, nimadir nito. Bularni yaxshi deyishgan. Arturga qo'ng'iroq qilaymikan-da. Alo. Kim bu? Tanimadim. Men Arturga chiqqan mer bor-ku, o'shaman. Janob mer, sizmi? Men hozir berman. Videomni ko'rib bilgan bo'lsangiz kerak. Bilaman. Ovozim o'zgargansan, tushunasan. Nima bo'ldi? Sizlarning orangli terminatorlar 1-2 kun yaxshi ko'rinadi, lekin 2-3 kundan keyin sizlarga yovuzlik qilib, hamma yerni portlatishni boshlaydi. 2-3 kundan keyin menga o'qoroqqa xuddi shuni bergan, tushundingmi? Tushundim, janob mer. Siz buni qayerdan bilasiz, ular hujum qilishini? Chunki men o'z boshqa qishloqda yashaganimda xuddi shunaqa ish bo'ldi. Ular ko'pchilik bo'ldi, 1-2 kun yaxshi yurdi, firmalarni 2-3 kunda, 3-chi kunda buzishdi. Keyin o'lsak ular tajovuz qilmadi. 3-4 kundan keyin, 3-4 kunida esa bizga hammasi hujum qilishni boshladi. Shu bilan bizning qishlog'imiz yo'q bo'lib ketdi. Nechinchi qishloq, janob mer? Bilmaysizmi? Nechinchiligi esimda yo'q, lekin ehtiyot bo'ldi. Maslahatim bunker qurishni boshla. Bunker? Bunker qur. Chunki bular xohlagan payt, boy payt hujum qilishi mumkin sizlarga. Lekin bizga qiyin taktikasini qilishsa, hammasi tamom. Shuni bilib qo'y. Bo'ldi janob mer, bo'ldi. Pullar kerak bo'ladimi? Bilmadim, kerak bo'lib qolishi mumkin. Pullaringni ol, chunki sen bersan. Ular birinchi berni o'ldirishni, berni uyda o'tirmaydi bo'lib, berniga yaqin yurdi. Bera bularga ishongandan keyin bittasini uyga kirgizganda, ertasi kuni ber yo'q va bizga hujum qildi. Bilmayman, lekin bu ko'p qishloqlarda shunaqa xabar keldi, hech kimga ishonmadi. Shuning uchun degan umiddaman. Xayr. O'chirib qo'ydi. Do'stlar, demak bular 2-3 kundan keyin bizga hujum qiladi. Bu degani ehtiyot bo'lishim kerak men. 2-3 kundan keyin yana videoni qo'yaman. Bular negadir g'alati. Chaychim. Bular hali ham o'sha bo'yicha turishibdi. Negadir g'alati. Menga yoqmayapti do'stlar, lekin. Do'stlar, 2-3 kundan keyin videoni yana yoqaman. To'g'ri qoldimi? Menimcha buni kimdir mut qo'shganda shunaqa ish bo'lgan bo'lsa kerak. Do'stlar, 2 kundan keyin gaplashamiz. Kamera ishlayaptimi? Bo'ldi, ishlatgan ekan. Qo'yamiz. Xo'p. Do'stlar, va nihoyat kameramni bir marta ishlatib oldim va ular bizga qishloqqa mer aytgandek hujum qildi. 5-6 kundan keyin hozir glавный shu o'qib tushib ketdim. Bir shundan olamiz. Unaqa mana temp oradan necha kun o'tgan bo'lishi mumkin, chunki men shundan ketib ancha yotdim.
Do'stlar, bu mahluqlar janob men aytgandek rostdan tajovuzkor ekanligi uchun keyin biz qishloqqa hujum qildi, o'yinchilar kelganda endi yangigina yo hamma yerni portlatib tashlabdi-ku. Ana o'yinchi bor-u. Yangiga o'shandan xabar olish kerak do'stlar, tezroq. Tirikmikan u? Tak, uyda hech kim yo'q, tak. Hoy, yaxshimisan? Yaxshimisan? Men uncha yaxshi emasman. Do'stlarim o'rmonga baliq tutgan ketganda obedda. Lekin ular terminator hujum qilgandan keyin menga ular o'rnida javob bermadi. Ular qutqar. Jon berdi bechora. Boraylikchi dengiz bo'yiga do'stlar, tezroq. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim lekin videoda. Bunaqa darajada bo'lib ketadi deb o'ylamagandim video lekin do'stlar. Bu lekin yaxshi emas. Bunaqa borish kerak. Dengiz bo'yi mana. Well, noob. Hey, noob. Ko'z ochib qolibdi bechora. Yo. Nima bo'lib ketdi bunga? Hoy, sen yaxshimisan? Steve. Yaxshimisan? Hey. Nima qilding? Baliqlar. Yo, jirkanchiligini do'stlar. Ular rostdan ham hamma yer portlatib ketishdi. Buzib. Yaxshi emas bu. Do'stlar, yaxshi emas bu. Ular hamma yer portlatib ketishdi. Tak, antenna ham yo'q demak ular. Men ancha hushimga ketgan bo'lsam, ular uzoqqa ketgan. Jitil. Jitil oyatda ko'rgandim. Voy jitil. Mana jitil. Hoy jitil. Jitil mana. Hoy jitil. Voy, ular kelib qolmasa yashirish kerak tezroq. Hoy. Nima bo'ldi? Men portlagandan keyin nimalar bo'lib ketdi bu yerda? Bu yerda juda ham katta portlashlar bo'ldi. Ular bizni vashiyda o'ldirmoqchi bo'ldi. O'lganlar ko'p, ular olib ketdi ba'zilarni. Biz esa bir bala qilib yashirishga ulgurdik, tushundingmi? Ha, tushundim. Eshik yopilmadi. Bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak. Hozir ehtiyot bo'lish kerak. Ular yana kelishi mumkinmi? Bilmadim, kelishi mumkin. Men yashirmay tezroq. Bo'pti. Hoy. Bo'ldi, menga gapirma, bor, narigi jitildan ham so'ra. Men o'zim yashirishim joy qidiryapman hozir. Obbo. Jitil. Hoy, jitil. Qishloqqa. Hoy, qishloqqa. Do'stlar, qishloq ko'rinmayapti negadir. Do'stlar, endi hujum qilmasdan yashirinishga men ham joy topishim kerak. Tak, mana kakras kirganman, lapotgan bor ekan. Uyim kerak bo'lib qoladi o'zim o'rashimga mana. Ovqatim ham bor, pulim ham bor bu narsaga. Tak, sandig'im ham bor ekan do'stlar. Endi buni ancha Arturning uyichi unda imamda sandig'i bor ekan. Sandig'im hech narsa yo'q. Menimcha o'zimning narsalarim olib ketgan. Shuncha narsani hamma yerini portlatib ketdi. Endi men ehtiyotkorona bo'lib, tez yashirinishga joy topishim kerak. Mana shu yerga yashiraman do'stlar. Chunki shunda ular meni topish qiyin bo'ladi. Hop. Tak. O'zimdan bildirmaydigan ular ko'p olgan bo'lishi ham mumkin. Keyin bunaqa shovqin qilmasligim kerak do'stlar. Kelsa yana videoni unaqa davom ettiraman. Tak. Hop. Sekin tak o'zimni fakil olib kelmadim-ku. Sekingina tak. Chiqamiz fakil blok. Men qoshiqchi blok qo'ysam bilib qoladi, turib qolgan. Fakil. Vashida boy tiqilib o'tgandik-ku. Ne bo'lmadimi? Bu. Mana men bundan olaman. Tez. Fakil oldim do'stlar. Endi ular kelib qolmasligi kerak. Tezroq ular xohlagan payt kelib qoladi. Yana jitil aytdi-ku, lekin ularga yashillikni jitil qochiqqa qidirib ketdi. Voy, nima qilyapsan? Mamata pastda yashirishga joy topdim. Ana shu hozir yashilaman, narsamni olib kelgani ketdim. U yer meniki, tushundingmi, kema? Po'qni kattasi deyapsan-da, meniki u yer, men topdim. Hozir narsamni olib kelaman, qo'yib qo'ygandim. Do'stlar, hozir men yopib qo'yib kiraveraman. Yepsan-da, bersan, endi sen beraversan. Sen keraging yo'q, terminatorlar hujum qildi o'sha qishloqqa.
Ular qishloqda dunyoga hujum qildi. Ular beyabcha qishloqda dunyolarga hujum qilish, shaharlarga hujum qilsa kerak. Men tezroq dostlar topib o'sha joyga kirib olay. Yaramas ey do'stlar, men xuddi uni bu yoqqa kirgizib qo'yadigandek. Bir o'zim anaqa bo'lsam, uni bu yoqqa kirgizmayman lekin. Noto'g'ri qo'ydim, tez tak. Buni qo'yamiz, tak. Sandig'imni olaman-da do'stlar. Bu yoqqa solaman. Tezroq. Kiyimga hali meshas qilib bo'lmasa yana kiyim qidirishimga to'g'ri kelardi. Do'stlar 2-3 kundan keyin videomi olishni boshlayman. Terminatorlar xohlagan paytga kelib qolishi mumkin. Chunki menda unaqa video olishimga unaqa zo'r imkoniyatim ham yo'q. Joylashim mumkin, lekin YouTube'ga ancha vaqt oladi chunki antena chiqmayapti do'stlar. Antena yo'q hozir. Men vashqa qiynalib qoldim. Do'stlar 2-3 kundan keyin videoni yana davom ettiraman yoki bir haftalardan keyin. Baribir videoni ulaveraman, sizlarga unaqa tez tuyulmaydi-ku do'stlar. Obuna bo'lishni unutmang, lekin do'stlar, sizlar uchun men Terminatorlar hujumida qolib ketdim. Iltimos qilaman, obuna bo'ling. Do'stlar, oradan bir oy o'tdi. iPhone'im zaryad tugab qoldi. Ikkisini ishlatmasdan, videomasdan, videolarga qaramasdan o'tiribman. Menimcha Terminatorlar kelganga o'xshaydi, lekin chiqib qarayinchi. Men ancha o'zgarganim, ular menga tegmasligi mumkin. Shuning uchun men atrofimda yuraman, lekin bu yerdan chiqmayman. Chunki agar bu yerdan chiqsam, ular bu yerdan qolishadi. Shunga hozir men boshqa yerdan chiqaman do'stlar. Tak, lapatkani olaman. Ketdik do'stlar. Qaraymiz. Chunki bu yoqqa betdan chiqsam ular bo'lib qoladi, hozir betdan chiqsam. Betda ekanim va iloji boricha hozir betda ekanligimni bildirmasligim kerak men ularga. Bo'lmasa ular men betda ba'zan borligimni biladi. Menga nega hujum qiladi? Hozir men hozir yer ostidan chiqib ketayotgandek chiqishim kerak. Hop. Bu hech narsani bilmayotgandek chiqishim kerak. Men tezroq. Tak, hop. Mana chiqa oldim do'stlar. Ana Terminator. Voy. Menga ostimida uncha o'zgarganmi? Uy, bechora Shitilni o'ldirib tashlashibdi-ku bular, yaramasizlar. Nimalar? Nima bu tushunmadim, lekin jirgan do'stlar. Qishloqning atrofini o'rganishim kerak, balki odamlar kelganda yana tezroq bo'l. Shitillar, yaxshimisizlar, shitillar? Degandim. Ularni o'ldirishibdi, yaramaslar. Bechoralarni. Yo'q, bular nima? Bular bitta egalligini uchun o'ziga anaqa ishora qoldiribdi do'stlar. Bergi. Bitdiki ular bu yerda. Xo'jayin ekanligiga bergi qo'yib qo'yishibdi, yaramaslar. Bergisini yo'q. Nima berga kirsa bo'ladimi? Tushunmadim, lekin men bitta chiqamiz bunga. Do'stlar, men negadir yoqmayapti. Do'stlar, kanalga like bosing va obuna bo'ling. Men bu yaramas Terminatorlarga hozir hujum qilmayman. Ular tajovuzda. Tezroq men bazamga kirib olishim kerak. Qayerdan chiqqan bo'lsam ham ulardan uzoqroqdan kirishim kerak. Tek mana shu yetadi menga. Hop, tak yo'q. Teparoqdan blokpostga ketdik. Do'stlar, tezroq qaytadan qaziyani to'xtab qolsam kerak men. Nashatlarga qazishim kerak. Tezroq topish kerak bazan. Bazam, topdim, bo'ldi do'stlar, topdim. Asosiy orqamdan kelgan yo'lakni yopishim kerak men. Ular baribir orqamdan keladi-da, teramaslar. Bu yomon Terminatorlar qancha odamni boshiga yetdi. Yaramaslar do'stlar. Do'stlar, like bosish va obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga laykalaringiz va obunalaringiz men uchun motivatsiyadir.